Xo'sh, hammaga salom. Biz bugungi videomizda Erling Haalandni full holatga yetkazamiz. Qani ketdik. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Men Haalandni ozroq kichiktirib qo'ydim. Videoni yoqmabman. Shunga ozroq uzr so'rayman. Endi internet bosilib ketyapti. Xo'sh, sizlarga yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu olmoslar bor, mana shularni yig'ib qo'yinglar, maslahatim. Olmosni umuman ishlatmanglar. Chunki pushti kartali o'yinchilar keladi. O'sha vaqtda olib bemalol ishlataverasizlar. Shunga juda ko'p kerak bo'ladi. Hali bu narsa bu sizlarga juda ham yaxshi foyda beradi. Hali o'yinchilar kelgan vaqtida bir round berildi. Holatdan bitta yuz chiqdi. Holatdan iloji boricha 5-4 chiqarishga harakat qilaman. To'g'ri, ko'pchilikda chiqqan, endi chiqmay qolganlar ham bor. Bo'lgan kamdan. Xo'sh, obunachini YouTube kanalimiz hali yangi, sizlar ozroq podpishka qilib yuboringlar, like obunani bosib qo'yinglar. Men iloji boricha chiroyli kontent hammasini qilib ketaman. Like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Haaland 89 darajaga yetdi. Kuchaytirgichlar yetsa kerak menimcha. 90. Haalanddan 500 chiqarishim kerak iloji boricha. Texnikam o'sib ketmay tursin hozir. Sizlarga yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ozroq to'xtalaylik. Bu video nima uchun men sizlarga qilyapman? Mana shu, agar akkauntini full qila olmay yurganlar bo'lsa, hamma o'yinchilarni kick qilib, mana bunday bitta o'yinchilarni olib, mana bunday kuchaytirgichlarni yig'asizlar. Yig'ib full holatga keltirsanglar, oson va chiroyli tarzda full bo'ladi o'yinchilaring. Xo'sh, yangi klon ochganman, uni ham hozir ko'rsataman. Hozir ochgandim. Internet ishlamayapti. Haaland yaxshi hujumchilardan biridir. 26 da bo'ylari baland, eng kuchli hujumchi deb ayta olishim mumkin-da. Bor deyishlaring mumkin. Kylian Mbappe deb Harikinlar ham bor, lekin Erling Haalandda hammasi bor. Tezlik, tezlanishlar, udarlar, eng asosiysi markaziy hujumchi uchun bo'y balandligi, uni bo'yi 1.95. Juda ham yaxshi degani bu narsa. Fitnesslar yutar ekan. Yaxshi ketyapti. 9 ta bilan tepasidan 400 chiqadi. 91 holatga ham yetdi Erling Haaland. Yaxshi. Keyin obunachilar, sizlarga bitta narsani aytay. Biz YouTube kanalida tezroq 100 ta bo'lsak, men sizlarga bitta zo'r akini tayyorlab qo'yibman. O'sha akini sizlarga berib o'raman. Berildi. Stamina 99, stamina 100. 4 ta 100 chiqib bo'ldi Erling Haalanddan. Xo'sh, endi pastiga beramiz. Yaxshi, birinchisidan o'tariga tushib berdi. Yo'q, fitnessga o'tib ketibman yana. Ikkinchi pastga ko'proq o'tariga tezroq tushib 100 chiqdi
tortishimiz kerak. Yo'q, hozircha yaxshi ketmayapti Holland. Fitnessga bosib olmoqchiman hozir. Menimcha kuchaytirgichlar yetmay qoladiganga o'xshayapti-da shu. Ko'proq texnikaga o'tishim yaxshi. O'tariga tushdi. 500 ni taxt qilsak, normalniy kuchaygan bo'ladi. Hollanddan 600 chiqarishni iloji yo'q. 500 ham normalniy Holland. Yaxshi, udari 97. Yaxshi ketyapti. Fitnessga o'tib ketyapman. Darajasi 93, udari 97. 98. Menimcha 500 chiqadi. Lekin bizni kuchaytirgichlarimiz yetmay qolishidan qo'rqyapman hozir. 9 ta bor hozir. Ko'kdan 2 ta bor. Shu bilan o'z full holatga yetkazsak kerak. Yaxshi 99. Mening Holland full holatga yetmay qoldi. Ko'proq texnika yig'mabman. 100 mana. Mening Hollanddan 500 chiqib bo'ldi. 93lik vaqtida. Ba'zi birlar mana shu narsani chiqara olmagan. To'rttagina qoldi. Hozir menimcha Holland full bo'lmasa kerak. Kuchaytirgichlar yetmay qoldi, afsus. Olmosni ham ishlatardim, lekin o'yinchilar uchun kerak. Ko'proq texnikaga o'chirmabman, xato. Uzr so'rab qolaman, Hollandni full qila olmasak. 94 qolmadi texnika. Ko'kdan beraveramiz, nima qilamiz endi? Ozgina qoladi shu, nechtadir. Beraveraylik, shu bilan. Menimcha 3 ta yetmay qoldi. To'xtanglar-chi. Mana bu o'yinchini olamiz. Boshqalarga hozircha ketkazib qo'yamiz. Baribir full qilmasak endi bo'lmaydi. Victor Fraud Hold. Internet yaxshi emas. Yo'q, nimaga ishlamay qoldi? Voy, ble. Boshqatdan bosvoraylikda. Nimagadir yaxshi ishlamayapti. Yaxshi. Ketsin. Kuchaytirgich chiqish kerak, bilat. Nima saybal qilyapti-yu? Xo'sh. O'g'ri beramiz. Diskantni bosib, tezroq full holatga yetkazib qo'yaman. Hozir nechta ketar ekan, endi bilmadim. Tagan boriga kuchaytirib tashashim kerak, lekin tilsa ham ustimizdan kelgandek chiqarib bermayapti. Yo'q, yana internet. Hozircha 3 ta bo'ldi. Menimcha 3 ta yetmasa kerak full qilgani. Videoni vaqti ham cho'zilib qoldi. Internet ham shu vaqt ushlab tursa bo'lmasmikan?
Yana bitta olsaylik. Bittasi ham kulib tashlaydi borcha. Texnikaga o'chiramiz. Vaqti. E'tibor bermaysizlar, ozroq internet ishlamay qoldi. Nima ham qilamiz endi? Menimcha shular yetib qolar deb umid qilyapman hozir. Menimcha yetadi. 3 ta qolgan. Menimcha full holatga yetkazamiz. Mana bitta yoki ikkita kerak ekan. Ya opangni sani o'chirmagan ekanmiz u bittasini. Yeb ketdi boru. Full holatga keladimi qo'lim? Yo'q, yana kerakmi? Xo'sh, tezroq o'chiraylik. Videoning vaqti cho'zilishi kerak emas hozir. Transfusion. Bu qanaqa o'yinchi? Menimcha yangi qo'shilgan mushketda. Full holatda bo'lsa kerak shu bilan. Yo'q, yanaga. Hozir mana bu o'yinchini olamiz. Marchos. Shu bilan yetsa ham, yetmasa ham olmasdan bosib ortiqcha narsa kerak emas. Mana Erling Haaland full holatga yetdi. Chiroyli 5 ta 100. Xo'sh, mana bu yerdagi sariq agentni ham ochib o'ramiz. Kim chiqar ekan? Kuchliroq o'yinchi chiqsa bu videoga full qilib videosini chiqaraman, xudo xohlasa. Agar yaxshi o'yinchi chiqmasa, italiyalik. Kim bo'lishi mumkin? 9-raqam. Chiqyapti, xo'sh. Shooting 87. Yo'q, menimcha Rico bo'lsa kerak. Rico. Menimcha shu o'yinchi. And who is this in the club shirt? It's Rotegi. Yo'q, bu o'yinchi kerak emas. O'chirib yuboraman. Yo'q, hozir o'ynab turaylik. Mana Rico'ni bu yoqqa tushirib yuboramiz. Haaland chiroyli holatda full holatga yetdi. Orqada Hakimi. Hammaga xayr do'stlar.